Lekin вообще ketdim. Hazgincha вообще sovuq quyosh chiqib turgani bilan do'stlar. Ana. Mana qo'yib chiqdi do'stlar. Garchi yangi qishloqqa ko'chib keldim men. O'shanga Meriyonni kirib chiqishim kerak. Hammaga salom do'stlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? So'rashingiz qopti, shunday so'rashim kim qanamaydi. Do'stlar, garchi bugungi videomizda men yangi qishloqqa ko'chib keldim. Meni ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Garchi mer narigi qishlog'imdagi mer jo'natdi. Mana shu yerda qolibdir. Biz remont qilamiz dedi. Meni nimagadir chaqirganining siri bor-da, uni. Qaranglar do'stlar, hamma narsadan 64 ta keldim. Kerakli narsalar hali olib kelaman. Endi keyingi safar mashinada olib kelaman-da, chunki вообще da qiyin. Ender perlanisi. Garchi unda videoni boshlaymiz. Qanaqa do'stlar, obuna bo'lib qo'yib, like bosib qo'yinglar mana. Ender perl kuydirilgani nechtadir qarchi. Men o'zimga endi uy tayyorlab olishim kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz, birinchiga? Qarang, mer qattalligini bilmaysizmi? Mana mer. Sizmi? Qarang, mer. Mana shu amni 1-2 marta kelib bitta to'xtang, aylanib chiqdim. Qarchi menga uy yoqdi. Endi ani qolsam bo'ldi. Nima derdi? Uy tanlab olsam bo'ldi. Ha, o'zingga tanlab ol. Davay do'stlar. Menga zodan salgina jon ketdi-yu. Mana shu yoqdan mana shu olamiz. Dalsha boramiz do'stlar. Вообще uzoqdan lekin qishlog'imizga 3 soat yo'l ketdi-da, piyoda kelishdi. Buni biz qo'ymas ekan. Kichkina uy ekan, menga yoqmadi, shuncha ketdi. Do'stlar, doim shu yutallardan qoching, bu meni uyim emas. Sürebitti. Silahlar haleti yanıtıyor. Bir çıkıyor. Lan iyi gidiyor. Lan iyi gidiyor. Bir gidiyor. Bilgen yine. Karıcı. Oba. Biz koydum. Hoppana. Do'stlar qaranglar. Hop. Endi kompyuterni qo'yib turamiz kichkinasini, chunki kattasi hali kelgani yo'q. Mana kattasi. Sizga joy yo'q-da, ko'rasizlar. To'g'rilab, mana yetadi. Mana binoli uy bo'ldi. Mana endi. Mana. Bo'ldi do'stlar. Qurishga mamnun bo'lib qo'yaman. Qo'ymayman buni. Bilganlarni shunday o'qiyman. Rekord qo'zg'oldi. Monster bo'pti do'stlar. Hozir keltirmayman. Hemen yapayım. Bak telefon kompüter. Yaxshi. Hop, Minecraft kirib o'ynaymiz azgincha do'stlar. Uxlab qolman-ku kompyuterga qo'yib.
Komisyonun yana bir pordoslar o'zimga qaradim. Demaydi. Короче, kecha do'stlar, mana zombilar uxlatmagandan keyin kompyuter yonida uxlatmagandan keyin anaqa qildim men. Chiqib urishdim, keyin yopishtirib qo'ydim. Qarang. Zo'r narsa sotganda ketdik, bu yerda qoldirib ketamiz. Qaysidir qishloqqa kerak bo'lib qoladi. Men youtuberligim zo'rda. Короче, qo'chib kumanamni kechagi Meryamda mashina sotgandim. Qo'ch. Bo'lar qo'yim. Galim ko'rmani. Qo'lim. Короче, kelib bursam. Короче, bilan keyin anada merga kelishim kerak. Mana 4-5 opsiya qo'ydim. Ikkitani kecha ozgincha otib qo'ygan pulim cho'nchagimda bor ekan. Короче, berib sotib oldim ikkita. Ikkinchisi qattiq edi. Ikkinchi emas. Meryamga borib yangilikni aytish kerak. O ana. Yamani. Tursa mashina olsam bo'lar ekan. Xonada bo'lar ekan. Qoch bilan. Qoch. Trade qilmayman men. Trade qilmayman. Kalimiga. Qoch. Nima dedi? Ma senga. Bo'ldi, urmay ketaman. O'g'il. Qanday hech bir qilib. Qimmat qilgan mashina qaralgan. Qo'shman. O'zim uchun boshqa narsa kerak ekan do'stlar. Endi qani bu? Короче, hozir mer yoniga borganmiz. Mana kecha urishganlarim o'ldirishgandim. Do'stlar, endi men aniga yana ketdim. Do'stlar, mana 24 kerak. Mash uyim mana. Adashmasam uyimda. Yana ko'chib kelganman, ko'p o'tmay tepada edi. Shuning uchun uyimni tez unutib qo'yganman. Mushularni shunaqangi yo'qadi. Mushularni o'zi ham yo'qadi. Yo'q, bu emas. 100% bu emas. U kecha men videolarni qutqarib chiqdim. Короче, mana shu 11 taning mamligini sotsam. Voh deymayli. Bunga yashaveradi-yu. Senga. Короче, almashdik do'stlar. Kutubxonachini uyumaslikni o'ldiraman-da. Vohdi gilamni solib qo'yibdi. Malades. Qaranglar. Короче, bu videodan polisini aniq olaveraman. Bunga narsa tashlab bo'lmas ekan. Ha, bo'ldi. Tashlab qo'ydim. Masalan, uni sit qilib qo'yaman. O'tirib olib, mazza qilib o'tiraman do'stlar. Sal bo'g'ilganman, shuning uchun buncha gapiramayman. Mana ikkita, короче. 3 ta mana. Kerak emas 3 talikka. O'xdi do'stlar, zo'r joy yaratdim men. Короче, unda 3 ta qilsam ekan. Double plan 3 ta. 3 talik kravat mana. 3 talik, короче, kattasini olsam bo'lar ekan.
Bilmadim dedi sizlarmi? Buni o'tirib, botga, keyin botga kompyuter. Kerak emas ekan qo'ydi. İkinci qavatmidi bu? İkinci qavat ekanda do'stlar. Kim ham bitta qavat qilib qo'yardi, farq qilmaydi. Meni uyimda bo'ldi bu. Kuyadi. Kompyuterim shuncha shunaqa qilib qo'yaman. Qilay. Qiyshiq bo'lib qoldi. Hammasi narsasi jonli ekan, uni. Ovoz yo'qmayapti. Shunday qilaman, короче. Mana shunday qarab turib qilaman, bo'ldi. Bo'ldi, endi kamerani mana shu qo'yib qo'yaman, chunki kameraga boy joy yetmayapti-da. Mana shu yerdan videolarni yoqib uraman. Musurka bor. Kamper ko'rmadim mana. Bundan qo'rqish kerak-da. Ana. Короче, men uyim bitti. Do'stlar, shunda o'tirib olaman. Mazza qilib kompyuterimni o'ynab o'tiraman. Muammo yo'q. Buni endi qaysidir qushlarga qo'yib beraman. O'tiradigan mana. Odamlar mazza qilib mazza qilib o'tiradi-yu. Do'stlar, balandroq gapiraman endi. Mana mazza qilib o'tirish uchun joy ham qilib qo'yaman. Chunki men ko'p Chunki ko'p olganman bunaqalardan. Mana do'stlar, mazza qilib gaplashib o'tiradigan joy. Botga bitta qilib qo'ysam, mazza qilib gaplashib o'tirishadi. Menda nima ketibdi? Yaxshilik ketibdi-da. Endi bu o'rtasiga do'stlar, men bundan botga bundan qo'yib qo'ysam. Buni botga qo'yib qo'ysam bo'ldi. Bitta musurka yetsa kerak do'stlar. Mana yerdan o'tirib olib, mazza qilib yotaveradigan joy. Mana shu yerga o'zim narsalarni qo'yib qo'yaman do'stlar. Shunda o'tirib turib, menga endi kichkina kompyuter kerak. Hech kim o'g'irlab keta olmaydi do'stlar. Shunday qilish kerak ekan. Bu bitta. Mamaning bor-ku, o'tirishimda deganligi yo'q. O'tiring kelmaydi. Menga qaramayapti, bo'ldi. Mana yerda mazza qilib gap-safo qilib o'tiraman. Xo'p do'stlar, shu joyda videoni tugadi. Hammaga xayr, sog' omon bo'ling.